Hammaga salom, xayrli kun. Bugun juda ham ko'pchilik kutgan vlog bo'ladi. Bugun Shanxayga qayerga borishimni ko'rsatib beraman va shu bilan birgalikda lokatsiyalarni ham va yangi yil vibe'ini ham ko'rib kelamiz. Anchadan beri Shanxayga bormadim, где-то bir oylar bo'ldi. Let's get ready with me. Soat где-то 8:30. Hozir sochimni chingali qilib, ozgina make-up qilib chiqib ketaman. One eternity later. Make-up is done endi sochim chiqib chiqqan. Aytgancha ustim kiyib oldim. Bir paytlar menga mana shu atir yoqibdi. Girlniki Mandarin Basilic. Menda katta muammo bor. Qaysi anaqani palto kiyishni bilmayapman. Qorami, ili serimi, ikkalasi ham Zara'niki. Bu shunaqa. Xo'p, oxiri o'ylab buni kiyadigan bo'ldim. Menimcha bu chiroyliroq ko'rinsa kerak qora bilan. Shunaqa qizil pinkoni sumchasini taqib olaman. Ready to go. Boradigan lokatsiyalarni hammasini bilaman, qaysiligini, lekin ketma-ketligini bilmayman. Qaysi bir-biriga yaqin. O'shani o'zi yo'l bo'yi to'sib ketaman. Hali poyezdga bilet olmadim. Xo'p. Shanxayga borish uchun ham o'zi poyezdga bilet olishim kerak. Shu bilan yaxshi. Bugun havo ancha yaxshi, 16 gradus. Unaqa sovuq havosi ham yo'q, shuning uchun shapka hech qanday sharf ham olmadim. Birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, meni ismim Dilnoza, Jo'qincha universitetida 2-kurs talabasiman va hozirgi kunda qishki ta'tildaman. Metro unchalik uydan uzoqda emas, где-то 8 metrlar bor. Joygacha piyoda, birinchi metroga, metrodan keyin railwayga, nima edi, poyezdga. Adashdim, metroda ketmoqchi edim, lekin taksi zakaz qildim. Vokzaldaman. Bu yerda tiketlar olsa bo'ladi. Hozir borib, o'tamiz registratsiyadan. Juda ham kech chiqqanman. Soat 12 bo'lib qoldi. Lokatsiyaga boradigan joyim juda ham kech bo'lib ketar ekan. Bunday qarasam ko'p joyga borolmas ekanman. Har doim ertalab bizda 8:30, 9da chiqib ketardim. Bu safar nimadir bilmadim, kech turdim. Chunki kamroq tayyorlanib tezroq boraman deb o'ylagandim. It's okay. Poyezddan o'zi tushdim, endi metroga tushib, birinchi bo'lgan lokatsiyaga boramiz. Bizga 4-liniya kerak, o'shaning uchun Northga boramiz. Shanxayning metro liniyasi odam ko'pligini, bo'lmasa hozir soat 11:52 shanba kuni. Xo'p, o'rtoqlar, biz Shanxayga keldik, metrodan chiqdim va mana qaranglar, buildinglarni. Binolar juda ham zo'r qurilgan. Dahshat. Hamma joyda shunaqangi ko'p mototsikllar bor. Odamlar ko'pincha mototsikllarda yurishadi. Motorbike, yana nimadirlar. Bu joyga qaranglar, qanaqa chiroyli joylashgan. To'planma band joylashgan. Bunaqa joy juda ham chiroyli ekan. Ko'cha. Ham chiroyli joy ekan. Rasmga tushishga kelsa bo'ladi agarda Shanxayga kelib qolsangiz, sayohat bo'yicha yoki aylanib, albatta bu joyga kelib zo'r rasmlar olsangiz bo'ladi. Men o'zimga ham street fotograferlar so'rashdi, 20 minutlar ular bilan rasmga tushib, ko'ramiz rezultatini. Zo'r chiqmagan bo'lsa kerak, yo'qdan ko'ra bor. Keyingi joyga boramiz. U yoqda anchagina Monsamgan kafelar ko'p, o'sha yerga borib, aylanib rasmga tushsak bo'ladi. Ko'plab videolar qilishga harakat qilaman, chunki u yoq ancha qiziq, u ko'chalar. Sizlarga Shanxay metrosini ko'rsatib ketaman. Bo'ladi, velosipedlarda пересадка qilsa bo'ladi. Yangi streetlarda kichkina do'konchalar bor. Har xil narsalar sotishadi. Mana bu joyda kelin-kuyovlar rasmga tushib yotishibdi. Birinchi marta qilsada kelin-kuyovlarni ko'rdim. Aynan shu yerda juda ham ko'pchilik o'tirib, mana bu joyda rasmga tushadi. Lekin juda ham chiroyli, o'zim ham kelib yozib tushganim, rosa ko'p rasm.
ichkariga kiramiz. Shanxayda Harry Potter atmosferasini beradigan kafe bor. Hozir kirib ko'ramiz. Har xil shunaqangi shirinliklari. Matcha shokolad. Endi tanlash kerak, qaysini yeb ko'rishni. O'zimga shuni oldim, lekin yana nima olishni bilmayapman. Boshim qotdi. Juda qiyin tanlov ekan. Atrof qaraylik, chorlayligini. Просто zo'r. 9 out of 10. 9 qo'yaman 10 dan. Bu vashit ham zo'r. Bizda ikkita bor. Bittasi blueberry, bittasi kakaolik. Bu ikkalasini ham yeb ko'rsa bo'ladi og'zingga deb sizlar uchun. Qanaqadir qattiqroqmi deyman. Og'zingda turib o'zi bu yumshoqroq bo'lishi kerak ichi. No, в принципе, yaxshi ham emas. Nima bo'ladi? Zo'r narsasi, meni telefonim o'chib qoldi orada. Yaxshi ham zaryadkam olib kelgan ekanman. Kafega kirib qo'yib oldim. Eng qizig'i hozir kameram ham zaryadkasi tugabdi. Shuning uchun o'zi charger olib charj qilamiz. Powerbank bo'lishi kerak shu atrofda adashmasam. Qurganda edim-da. Mana topdim. Metroga kirdim. Hozir ikkita bekatdan keyin yana tushib qolaman. Metrolarda mana shunday luggage qo'yiladigan joylar bor. Bu yerga soatlikka qo'yib ketsangiz bo'ladi yoki kunlikka skaner qilasiz, sumkalaringizni qo'yib ketasiz va aylanib kelgunizcha shu yerda turadi. Shunaqa har xil magazinlar bor, bitta do'kon bor. Suv, nimadirlar, shirinliklar olishga. Menimcha bu yerda nimadir sotyapti, o'zi qaraymiz. Da vending machine. Metroning ichida shunaqa narsalar ham sotishadi, qaranglar. Tovuqni mana oyoqchalar bor. Ni hao. Shirinlik krevetkalar bor. Tovuq oyoqlari bor. Lotus bor mana bu. Metrodan chiqqanda mana shunaqangi Uniqlo bor, katta magazini. Uniqloni ko'p kishi bilsa kerak. Yaponiyada ham mashhur. Ko'plar sotishadi. Ko'cha va joyga keldik. Mana shu House Nowhere. Bu yerda mana shunday chiroyli croissantlik joy bor, kafe. Ichkariga kirish bilan shunaqangi joylar bor. Bu yerda esa katta croissant bor. Mana joyda kafe, o'sha odamlar o'tirib narsalar zakaz qilishgan. Mana Nidakini o'zini menyusidan unchalik qimmat emas ekan. 6-7 dollarlar atrofi. Shunaqangi shirinlik beradi. Jishi chakolima, shokolad va ustida croissant bor. Ikkita uyg'urlar opani topib oldim, keyin uyaldim, bir balo qilib savollar so'radim. Hozir bu yerda qayerliksiz? Xinjiang. Urumchidansiz. O'zbekcha gapirishni bilarkanlar. O'zbekcha gapirganlarni eshitib qoldim, keyin so'radim. Qani o'zbekcha gap? Ismim Maryam. Aha. Nechga kirgansiz? 23 ga. Hozir Shanxayda yashaysizmi yo aylanishga keldingizmi? O'ynashga keldim. Ikkita chiroyli qizni tutib oldim bu yerda. Rahmat, kattakon videoga tushgan. Ismingizni ayting? Qadiriya. Jo uyg'urcha bilan hanzurcha bizni unda farqlanmaydi. Bir qancha. Qadiriya. Qadiriya.
Rahmat, tanishganimdan xursandman. O'sha kruassanlik bo'lsa, aynan bu joyda xil atirlar, kremlar, shunga o'xshagan narsalar sotishadi. Sochim bu nima ekan? Moshinga освежитель. Ikkinchi qavatda Gentle Monsters bor. Bu koreyskiy brenddan ochkilar har xil. Bu yerga ko'pincha hamma mana shu ikkita narsasini ko'rishga keladi. Taram. Mana shu ikkita kallasi. Har xil mozaikaga o'xshab terilganmi? Mana qaranglar. Shunaqa narsalar bor, har xil. Qaranglar, qaratilgan. Bitta ovorish kerak ekan. Pulim yo'q, afsuski. What? 3-qavatda faqatgina kiyim-kechaklar bor. Bir ikkita kadrlarni qo'yib ketaman. Xo'p, shu bilan House Nowhere tugadi. Bitta ichkariga kirib chiqaman desam, kechqurun bo'lib qolibdi qoyil. Xo'p, tezroq borish kerak endi qolgan joylarga, chunki soat 4:56, bu 5 degani. Men soat 9larga qarab uyga qaytishim kerak. Chunki kech bo'lib ketadi. Esimda bor, o'rtog'im yozda kelganda mana shu do'konga kirdik, lekin rosa chiroyli edi, hozir kiramiz yana. Shu oddiy qo'zichoqli o'yinchoq qancha ekan? 86 yuan. Kiyimlar sotishganda mana Nike bor. Oldida Under Armour bor, bu tarafida esa Adidas. Hozir narxlarni obzor qilib chiqamiz. Akam Terexi City Mallda $300 deganda, hozir buni ko'rsanglar narxini $100. O'zi где-то 1099 bo'lgan ekan oldin. Bu ham shunaqa narx. Bunaqa, buni oq rangi bor, molочный-roq rangi bor. Xuddi shunaqa har xil tasoflarda bor. Bular hammasi skidkaga tushgan. Bu 40% skidkaga tushgan ekan. Bular 50%liklari ham bor. Narxi 899 yuan ekan. Bular 599 yuandan. Va xuddi shunaqa buni narxi 599 va hudisini narxi esa 699 yuan. Lekin chiroyli, orqasi qizil mamlaqa narsasi ham bor. Mana bu hudi issiq qishga narxi 600 yuan. Xo'p, yo'lda yurib ketayotgandim. Mana Porscheni ko'rib qoldim. Kiramiz ichkarisiga. Bu yerga keyinroq kelamanmi deb o'ylagandim. Yo'limni shunday ustidan chiqib qoldi. Aha, chegamiz. Porsche'ning tipi chana versiyasi. Bu yerda har xil Porsche narsalari. Tesla. Machine. Ikkinchi qavatda narxlar bor. Zo'r. Şey, rich hidlar kelibdi. Rich life. Kameram yuzimni qorong'u olgani uchun hozir telefonimda olyapman videoni. Nuqraroq bo'lsa uzr. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Agarda 50 mingta bo'lsa, o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Sony kameraga almashtiraman DJI-ni. Iltimos, follow qilinglar. At the lights, bear left on Shinju North Road side road, and in 200...
Shunaqangi chiroyli ko'zachalik matcha. Ko'ramiz qanday. Uyda lekin bor 34 yuanga. Chunki Starbucks ham где-то 30 yuanmi shunaqa matchalar. So good. Shirin. Men uncha shirinni yaxshi ko'rmayman, u me'yorida shirin. Yaxshi. Hozir matchadan chiqib endi Starbucksga boramiz. Dunyoning eng katta Starbucksiga, Shanxayda juda ham mashhur. Ikkinchi joy bu Louis Vuittonning nima desam kemasi bor edi. Hech bormagandim, yoqqa yo'lim tushmaganda, hozir ikkalasi bir-biri bilan ketma-ket ekan. Qo'shni ekan, to'g'risi o'shaning uchun ikkalasini borib ko'ramiz. Piyoda borsa ham bo'lar ekan 15 minutda, piyoda borsa bo'lar ekan 24 minutda yurishga qaror qildim, chunki 9-5 minutlar orasi uncha katta emas, uning ustiga piyoda yurgan foydaliroq, ayniqsa shahar juda chiroyli. Har qadamda nimadir yangicha narsalarni ko'rsa bo'ladi, videolarga olishga. O'zi ozgina qopda kelishimga ham 375 metr. Bu joy anchagina yorug' ekan, svetlar, har xil dekoratsiyalar, yangi yil uchun bezatib qo'yishgan. Ship tarafi, aka suv sepayaptilar. Qarshisida shopping mollar bor ekan, har xil. Buni o'zini muzeyi bor deb eshitgandim. Lekin unga bir oy oldin zapis yozdirib, keyin kelish kerak edi. Bundagi kattalikdagi Starbucks va Massive Louis Vuitton. Lekin undan ham zo'r bilasizlarmi? Men bu binoni, menga arxitekturasi yoqdi, qanaqadir, o'zi yaqindan ko'rsataman. Ko'rinishini qaranglar, qanaqadir tekis emas. Mana Louis Vuitton. Starbucks juda ham katta, nimagaligini o'zi aytaman. Mana shu eshiklar orqasida yarimta stadionni kattaligida joy bor. Starbucks o'zining kiyimlari ham bor ekan. Bu yoqda esa o'zlari kofe ishlab chiqarishadi. Bu yerda esa kofe turlaridan bor, har xili. Menudagi narsalari, bu yerda cheesecake bor ekan. Bu esa ikkinchi qavatdan ko'rinishi, lekin anchagina qora to'q ko'rinadi. Menyusida eng qizig'i, обычный Starbucksda topiladigan narsalar yo'q, uncha ko'rmayapman. Hamma joyga aylanib chiqib oldik. Endi bunday to'g'ri yursa qanaqadir street market bor ekan, mayli street marketga ham kirib ko'ramiz. Sizlarga street food ko'rsatib beraman. Xitoyga unaqangi zo'r street food emas, lekin ko'pincha street foodda bo'ladigan ovqatlar bor bu yerda ham. Bilmadim, hozir pitishga ham yoqishga harakat qilaman, o'chib qolmasa. Hop, bu yerda cho'chqani qorni bor ekan. Cho'chqani qulog'i bor. Oyoqlari, og'zi kallasi bor. Har xil qovurilgan narsalar. Hamma yosh. Eng yomon ko'rgan joyim shu street food, lekin video olish yaxshi ko'raman street fooddan borib. Momsimgacha kirib ketdi borib, hidi, sassiqligi. To'lqinni opaq qo'rib beradi har xilcha. Bu yerda har xil mini mantichalar bor. You're awesome. Chiqib bor ekan, yo, bu yo. Mani ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi vloglarda esa Shanxaydagi yangi yilni yoritib beraman va qanday mushakbozlik bo'lishini ham ko'rsatib boraman. Xorijda ta'lim va Xitoy hayotidan ko'proq videolar ko'rish uchun esa kanalimga obuna bo'ling va izohlarda yana qanday mavzularda video qilishimni yozib qoldiring.